Assalomu alaykum. Ona tili testlar va Ona tili tilsimi kanalining a'zolari. Xabaringiz bor, bir necha oy oldin bir kunda bir san'at loyihasini o'rtaga qo'ygan edik. Bu loyihamiz orqali sizlarga har kuni yozma shaklda bir she'riy san'at haqida ma'lumot berib borardik. Bugun esa ana shu loyihamizni video yozuv shaklda davom ettirishni xohladik va mana shunga harakat qilmoqdamiz. Bugundan boshlab sizlarga she'riy san'atlar haqida qisqacha ma'lumot beramiz. Avvalambor she'riy san'atlar haqida ma'lumot olish uchun she'riy san'atning o'zi nima ekanligini bilishimiz kerak. Badiiy san'at o'zi nima? Mana shu savol hammani qiynaydi. Sizga kichik o'xshatishlar bilan tushuntirib beramiz. Demak, bir rassomning qo'liga mo'y qalamini, qog'ozini beramiz. Rassom ana shu mo'yqalam va qog'ozdan foydalangan holatda, ya'ni e'tibor bering, u o'zining ish qurollaridan foydalanyapti. Rassom o'zining ish qurollaridan foydalangan holatda ajoyib bir san'at yaratadi. Dog'larning rasmini yoki odamning, xullasi kalom qandaydir rasmni chizadi va biz buni tasviriy san'at deb ataymiz. E'tibor bering, tasviriga asoslangan san'atni biz tasviriy san'at deb atayapmiz. Bir bastakorning qo'liga musiqiy asbobini beramiz. Bastakor ana shu musiqiy asboblardan foydalangan holatda ajoyib bir san'at yaratadi. Biz mana shu san'atni musiqiy san'at deb ataymiz. E'tibor bering, bastakor o'zining ish qurollaridan foydalanyapti. Endi savol tug'iladi. Ustoz, shoirga qanday ish qurol beriladi? Shoirga faqatgina so'z beriladi. Shoir birgina so'zdan foydalangan holatda, boshqa hech qanday ish qurollaridan foydalanmagan holatda ajoyib bir san'atni yaratadi. U so'zlarni takrorlaydi, so'zlarni bo'rttiradi, qaysidir o'rinlarda so'zlarni kichraytiradi, so'zlarning tag ma'nosi bilan beradi. Qaysidir o'rinlarda tarixiy shaxslarning nomini keltiradi. Va mana shuning orqasidan shoir ajoyib bir san'at yaratadi. Biz uni she'riy san'at deb ataymiz. Demak, she'riy san'at o'zi nima degan savolga qisqacha va qulayroq javob sifatida shoirning she'rda so'zlardan mohirona foydalanishi she'riy san'at deyiladi. Qayta aytaman, shoirning she'rda so'zlardan mohirona foydalanishi bu she'riy san'at deyiladi. Va bundan buyog'iga bizni kuzatishda davom eting. Albatta, har bir she'riy san'atni qisqacha va tushunarli holatda mana shu sahifamizga joylab boramiz. Sog' bo'ling.